Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Hozir mashina sotiladi mavzusida yana bir mashina chiqaramiz. Mashinaning yillarini hozir obzor etib o'tamiz. Nerida udar bor, nerida udar yo'q, hammasini tushuntirib o'tamiz obunachilar. Mashina alamanda birga donish bilishlar podlistet ko'rasizlar. Xo'sh, demak, mashina 2010-yil yurgan probegi 179.255 probeg yurgan obunachilar. Mashina ichki holatlarini ko'rib o'taverasizlar. Obunachilar 2010-yil mashinada udar yo'q dedilar. Liboy ustaga ko'rsatib olaverasizlar. Xudo xolasa shu mashina alingan vaqtda lilnom urilgan. Lilnomni xolasalar o'zlari o'zgartirib berishlari mumkin. Ina mashinaning yili obunachilar 2010-yil ichki holat, salon holatlarini ko'rib turganlaringizni. Keyin obunachilar 2 krel ishlangan zangi dedilar. Shu 2 krel zangi ishlangan. Qolgan joyi hammasi udar yo'q dedilar obunachilar mashinada. Mashina metan sroki nechanchi yil yashab bor? Metan sroki 27-yil yashab bor ekan obunachilar. Bemalol o'zingiz ko'rib, yana bosaxonani xiyla bu kelishib olishlaringiz mumkin. Mashinaning manzilini aytsak, Xorazm viloyati Hazorasp tumani Yangi bozor qishloqi aloqali ko'l mahallasida manzil. Demak, mashinada ko'p gaplab o'tiribmiz. Udar yo'q. Zanglari ishlangan, 2 kreli izini. Mashina garantiya dedilar. Mashina motori remont olganmi? Mashina motori remont olganmi? Bir martami? Demak, mashina 050 bo'lgan shunda. Bir marta remont olgan motor. Qachon remont ettirdingiz? Qachon remont ettirdingiz? Remontdan keyin challaydi. G'azab to'laymidi? Yo'q, iskamidam bu. Sana mashina aptol yemidi, garantiya dedilar. Mashina bir marta motor remont olgan ekan obunachilar. Коробка задний мост asasi yo'q. Коробка задний мост asasi yo'q. Hedak ko'rib, Liboy ustalarına ko'rsatib olaveradi. Hedabim ko'raversam qo'rqim bundan. Bo'ldi, ana 1-2 hedak ko'rsangizlar ham bo'ladi ekan. Telefon nomerlari ayting qani? 94 235 74 41. Aslında yana bir nomerler yazdı. Yana birisini ayting. 95lik 064 0241. Gechta soat 10dan keyin telefon urmanglar, iltimos obunachilar. 11da 12da kerakmaydi. Gündüzgün ishlayingizni bitiringlar. Biroving narsani bezovta etmanglar gechta. Esa demak obunachilar narxini necha so'm deymiz shunda? Gelişemiz. 55 milyondan kelishinadi. Esa ekranlardagi telefon nomerlariga bog'lanib bemalol kelishib olishlaringiz mumkin. Qaytadan oladi, shitir sonasanizlar kelishib beradilar obunachilar.